O'zbekistonda 12 ta viloyat uchun juda katta yangiliklar davom ettiramiz. Do'stlar, endi siz Andijondan, Farg'onadan, Namangandan, undan tashqari Toshkent hamda Samarqand, Termizdan primoy reyslarda ota-onam qiynalmasdan besperisatga borsin, tushsin, ibodatni qilsin deb yaxshi niyat qilib qo'ygan bo'lsangiz, do'stlar, Centrum Holidays'ga yetib kelganmiz, ya'ni Ulug'bek akamiz bilan do'stlar sizga ma'lumot berib o'tamiz. Bu viloyatdan do'stlar hammasidan xudo xolasa primoy reyslar bor. Undan tashqari kunda kun olasiz, xohlagan kuningizga qilib berishadi. Shart-sharoitlar, gastinisalar, 50 bosh xizmatlari, bundan tashqari firma tomonidan sizlarga nimalar beriladi? Ulug'bek akamdan xudo xolasa aniq ma'lumotini olamiz. Ulug'bek aka, xudo xolasa mana oktyabrda oxiri, noyabrda boshiga yetib keldik. Saudiya Arabistonda ham, o'zimizning O'zbekistonimizda ham hol ancha salqinladi. Ya'ni yosh katta odam boradigan bo'lsa ham qiynalmaydigan sharoitlarga yetib keldik. Hozirgi kunda aka Centrum Holidays'dan 14 kunlik umra ibodatiga boriladigan bo'lsa, shart-sharoitlar qanaqa bo'lyapti? Keyin aka ko'pchilik so'rayapti. Nima bilan ruchnoy bilan bagajni kilosini boshdan aytib ketsalar, biz o'shanga qarab turib yuk qilardik deyishyapti aka. Xo'p, bizdan aytib o'tganimizda 6 viloyatdan primoy reyslarimiz bor. Farg'onadan, Andijondan, Namangan, Toshkent, Samarqand, Termizdan. Xo'p, bizda faqat bordi keldi bilet olinadi. Keyin bizdan nimalar beriladi degan savolga kamzil, so'mka, beji beriladi, bo'yinga taqiladigan yostiqchalar beriladi. Keyin xo'p, bordi keldi primoy reys bo'lsa, bagajimiz 20 kilo bagaj, 5 kilo ruchnoy bo'ladi. Keyin 50 boshlarimiz billa borib, billa keladi. Har bitta reysimizda malakali diniy qo'mitadan ajratilgan 50 boshlari bo'ladi. Erta Madina Munavvaraga birinchi ibodatimiz boshlanadi. Madina Munavvarada 2 kecha 3 kunduz bo'ladi. Makka Mukarramada 11 kecha bo'linadi. Makka Mukarramada Madina Munavvara bo'ylab 11 dan oshiq ziyoratlarimiz bo'ladi. Qo'shimcha sayohatlarimiz, bonus sifatida qo'shib beradiganlarimiz, Qizil dengiz sayohati, Sulaymon Rojih masjidlari pikniklari, Xurmo bog'ida oshlar tashkillashtirib berilgan bo'ladi. Keyin yana ko'pchilik so'raydi. Xo'p, doktor xizmatlarimiz qanaqa bo'ladi? Aravacha xizmatlarimiz yosh katta odamlar boriladi. Xo'p, doktor xizmatlarimiz 24 soat erta doktorlarimiz bor. Yosh kattalarga xabar olib, erta qarab birinchi yordam ko'rsatishadi. Aravacha xizmatlarimiz ham tashkillashtirib berilgan. Bemalol aravachalardan olib foydalanishlari mumkin. Yo'qsa aravachaga kimdir ibodatimizni qildirib bersin deb erta ish guruhlarimiz bor. Aravachalarga solib, o'zlari ibodatlarni qildirib, umralarni qildirib, olib kelib joylashtirib berishadi xonadonlariga. Zo'r, xudo xolasa, aka, keyin ko'pchilik so'rayapti. 6 ta viloyatdan primoy reys bo'ladigan bo'lsa, narx-navosi qanaqa bo'lyapti? Keyin yana bitta narsani so'rab bering. Nimaga bir xilga videolarda ko'radigan bo'lsak, narxini $850, $950 qilib yozishyapti. Arzonniki qanaqa bo'ladi sharoiti, qimmatniki qanaqa sharoit bo'ladi? Ochiq-oydin aytib ketalasizlarmi? Nimaga bular arzon chiqarib yuboryapti ham so'rashyapti aka. Xo'p, bizda aytib o'tganimdek, bordi keldi oldindan olinadi. Bordi keldi bileti, transport xizmatlari, mehmonxona xizmatlari, oziq-ovqatlari, 50 malakali 50 boshlari diniy qo'mitadan ajratilgan. Mehmonxona gastinisalari nomigacha. Madina Munavvarada Andalus mehmonxonasi Baxarosdan oldida, Makka Mukarramada Rozi Garden mehmonxonasi standart paketlarga kiradigan sanayapman hozir. Aytilayotgan narsalar o'z vaqtida bo'ladi. Bordi keldilar ham o'z vaqtida bo'ladi. Mehmonxonasi, malakali 50 boshlari bordi keldi sharoitlarimiz o'sha hisobiga bizda narx-navolar davlatda standart paketimizga chiqarib berilgandek standart narxda aytiladi. Bizda bir xil yoshlar odam yig'ish uchun yoki prosmotr yig'ish uchun, odamlar aldab, yolg'on gapirib uchirish uchun emas. Bizda faqat odamlarni duosini olishga, erta umra amallarini mukammal ado qilishga, malakali 50 boshlari ham. Chunki har bitta 50 boshiga biz erta bekorga xizmat qilib qo'ymaydi. O'sha xizmatiga yarasha pulni to'laymiz, o'shanga mukammal ado qilishlaringga, umralaringni, chunki umralar ba'zi bir odamlarga bir marta nasib qiladi. Ba'zi bir odamlarga 10 marta borib kelyapti. Hozirgi kunda yo'llarni shunchalik ochiq qilib berayotganiga, borib kelayotganimizga. O'shani hisobini olib, kompaniya tanlashda adashmaslikni, har bitta reyslarda misol aytilayotgan narsa bo'lyaptimi, bo'lmayaptimi, o'shani hisobga olishlaringni tavsiya qilib qolamiz. Bizda faqat aytilgan narsa o'z vaqtida ado qilinib, bordi keldi biletlari bilan, aytilib o'tganimizdek diniy qo'mita ajratib bergan 50 boshlari bilan mana ofisimizga tashrif buyursalaring, ofisda ham ko'rishlaring mumkin. Bizda ofis lokatsiyalargacha berib, har bitta odam bilan shartnoma tuzib, bizni boshqa viloyatdan ko'rayotganlar bo'lsa, bora olmayman desalar ham shartnoma tashlaveramiz. Shartnoma bo'yicha bank orqali to'lov qilsa ham Centrum Holidays'dan umra ziyoratiga ketayotgan shunda kvitansiyalar chiqarib beradi. Uni ham so'rab, o'zi arzonga aytsa,
shunaqa narsalar qilib berolmaydim, bir so'rab bemalol tekshirib olishlari mumkin. To'g'ri. Keyin do'stlar, yana bitta ma'lumot, arzonni sho'rvasi tatimida bekorga aytishmaydi. O'sha aytilgan narsalardagi gastinsani keyin yeb ichishda bitta anig'ini bilib olinglar. Chunki gastinsani uzoqlashib ketdimi, demak narx tushib ketadi. O'zbek milliy taom emas, turk taom bo'ldimi, narx tushib ketadi. Men buni qo'rqmasdan aytaman, chunki men o'zim borib kelganimda turk taom bo'lgan, do'stlar. Biz arzon paketdan ketganmiz. O'shani hisobiga bizda arzon bo'lgan. Biz qimmatiga borganmiz, lekin atda o'zimizni o'zbek po'rla ovqatgan, boshqa gastinsaga sheriklarni oldiga borganmizni ko'rganmiz. Xo'p, endi iloyim hamma yaxshi sharoitda borib kelsin. Ulug'bek aka, oilaviy ketiladigan bo'lsa, yosh bolalarda to'lov qanaqa bo'lyapti aka? Xo'p, yosh bolalarimizga 2 yoshgacha $200, 2 yoshdan 5 yoshgacha bilet vizasining puli bo'ladi, $650-700 chiqyapti. 5 yoshdan yuqori yoshdagilar, yosh kattalarning narxi bir xil, $1050 dan standart paketlarimiz. $1050. Hozirgi kunda o'zi $1050 bo'lyapti. $1050 bo'lyapti. Voha tomonlardachi? Xo'p, Voha tomonda Samarqanddan, Termizdan tushamiz siz $1100, Toshkentdan tushamiz siz, Toshkentniki arzonroq chiqadi, $1000 dan $1050 gacha chiqyapti Toshkent narxlari. $1050 dan chiqadi, xudo xolasa. To'lovlar do'stlar bemalol bank orqali bo'ladi. Mana shu video pastda nomer turibdi do'stlar. Bunda WhatsApp, Telegram bor, call center borlar. Do'stlar 24 soat ishlab turishibdi. Bemalol aloqaga chiqsalaring bo'laveradi. Mana shu nomerga qizil pasportingizni, zagram pasportingizni rasmga olib tashlab berasiz. Bular joyizni bron qilib qo'yishadi. O'ziga yarasha zakolatlari bor aka. Ha, o'ziga yarasha har bitta aytilsa, aeroportdagi odamlar ishonmaymiz sizlarga, qanday ishonamiz? Xo'p, biz o'sha hisobiga shot raqam tashlab beramiz, $200 kami $100 tashlab berasiz va qolganini aeroportda to'lovlarni amalga oshirsa bo'ladi. Yo bo'lmasa bank orqali 100% ishonchli chek ham chiqarib beradi. Uni hech bizda aldov yo'q, chunki biz videoga chiqayotgan bo'lsak, Centrum Holdings mana litsenziyalari har bitta aytayapman, bankka borsa ham Centrum Holdingsdan umra ziyoratga ketayotgan so'da kvitansiyalar chiqarib beriladi. Gap yo'q. Xudo xolasa aka, oktabrning oxiriga ham, noyabr oyida ham reyslarimiz bor. Kunlarga xudo xolasa to'g'rilab qilib beriladi. Ha, xudo xolasa kunlarga reyslar bor. Xudo xolasa do'stlar, sizlarga akamiz to'liq ma'lumot berdilar degan umiddamiz. Agar siz ham ishonchli firmadan, shart-sharoiti yaxshi bo'lgan firmadan mana kunlar sarqillab bo'ldi, ota-onami yo oila bola chaqami olib umra ziyoratini qilmoqchi bo'lganlarga do'stlar, bemalol aloqaga chiqsalaring bo'laveradi. Inshaalloh aytilgan gaplar har doimgidek do'stlar 100% amal qiladi. Biz ham xudo xolasa akamiz bilan to'liq ma'lumot berdik degan umiddamiz. Shu kanalga obuna bo'lib qo'yadigan bo'lsalaring do'stlar, yangidan yangi umra narxlari, shart-sharoitlarini akamiz yoritib berib o'tadilar do'stlar. Xudo xolasa bemalol ko'rib, bilib, tekshirib, lokatsiyalarni tashlab berishadi. Xohlasangiz ofisga kelib to'lov qiling, xohlasangiz do'stlar onlayn bo'ladi. 100% maza qilib borib kelasiz. Yana primoy reys bo'ladi, o'zingizga yaqin aeroportdan borib kelasiz. Xudo xolasa do'stlar, omon bo'linglar, sog' bo'linglar, kuzatishda davom etinglar. Podpisatsiya tugmasini bosib qo'yish albatta esingizdan chiqmasin. Salomat bo'linglar.